Bir donishmand g'amgin o'tirgan kishini ko'rib qolib so'rabdi. Sen nima uchun xafasan? Men bolalarim va nabiralarim baxti uchun kuyunyapman, javob beribdi boya kishi. Mening bobom bir umr otam baxtli bo'lishi uchun yugurdi. Otam men baxtli bo'lishim uchun jonini koyitdi. Endi esa men farzandlarim va nabiralarim baxtli bo'lishi uchun tinim bilmayapman. Ammo oilangda aytganlaringdan birontasi baxtli bo'ldimi? So'radi donishmand. Yo'q. Ammo farzandlarim va nabiralarim albatta baxtli bo'lishadi. Shoshilib javob berdi boya kishi. Odam baxtli bo'lishni o'zidan boshlashi kerak. Avval o'zing baxtli bo'l. Ana shundagina yaqinlaring sening baxtingdan quvonchga to'lishadi. O'zing baxtli bo'lmay turib, boshqalarni baxtli qilolmaysan, dedi donishmand.